Dersimiz damlaştık sözler bitli. Yani ikinci bir tür diyen bu davhan. Bu nima desa masalan boshpat qilib saqlaydigan deb bag'u. Masalan, bundan üstüm qaraydigan bo'lsak, boshpat qilib saqlaydigan degan ishkidan turibmi. Dal mushu o'rin shu. Biz mushuni men o'zimiz xohlagan bir narsalarni shuni qatib mang'alaymiz. Masalan, bu ma hozir nima u? Sol tarafda ko'ransinmi? O'ng tarafda. Biz buni tanishib olsak, bu almashidi. Masalan, buni xohlagancha tahrirlasakmi bo'ldi. Yani bayam o'xshash yeng ko'znakda ishlamdi, hozir ko'znakda ishlamdi, xat rangi deganlar. Bayam o'xshaydi ekan. Masalan, mashq tursa men tanlashni elib olsak ishlatmayman degan gap masalan, ishlatmadim. Bu gap hozir qanday bo'ldi? Ishlatmaganlik albatta yo'qaydi ma o'rinda. Chiqmaydi. Mana o'shdi. Albatta atiltidlar. Uni keyin mau dibu davxon. Dibu davxon nima? Ost taraf. Ya'ni ma'uning bikastasini ma'lum qilish degan nusxa. Buni ko'rib o'tdilar. Bikas statisida bir uzun gapni deb qo'yapti qisqartirib. Mashq turini elvatdim ha. Bir pash qilmaydi. Odatda rasmsiz bekitimizni ko'nmaydi. Endi qolsak nechisi qoldi? Hozir ikki tur qoldi. Statistika bilan yangi nusxasi. Mana. Endi bu yana boshqa tur qatqili bo'lamdi, albatta bo'ldi. Masalan, qaranglar. Mana. Tianja qildik. Bu ya'ni 0 deb qo'yinglar. Bekat qurg'uchi buloqchan deb oldim. Bu xat ma'urni ko'rinadi. Endi bu nega o'rnadi? Quduq qo'ydim men deb aytdim. Quduq qo'ysak nima bo'ladi? Mush bilan o'zga o'rnadi. Tija qilib aytdim. Endi ko'rib baqay. Mana bekat qurg'uchi buloqchan bo'ldi. Endi yana qat qilib bo'lamdi, albatta bo'ldi. Masalan, yana qatdiq. Bu nima bo'ldi endi? 01 o'tkazdim. Men Kiko nomerimni qo'yib qo'ydim. Buni men hozircha mush bilan o'zgartirib. Agar do'stlarda o'ziniki Kiko ulash kodi bor, mush kodni mushuni chaplasak adres o'rniga, mashinaga Kiko xatni bosib qilib Kikoda pranish ko'znikini mashg'ul bo'ldi. Yangilatdim. Mana Kiko ma'lum chiqdi. Mana bu shaklda shu tur qatimiz. Endi amliq ko'ravitlar. Qo'yjan davxon. Bu qo'yjan davxon degan gap nima esa tez ijro bo'lish ko'zniki. Masalan, qaraydigan bo'lsak, do'st, yozma, saqlash, chapdoq qatorliq manda ko'p turlar bor ekan. Endi bu nadagi gap desa, bu mandal boshpatning o'ziki, ma'lumot qulay tizimlik shu. Mana qaraylik. Söz taxta ambar degani bir ma'lumot keldi. Endi ma'lumot belgor versak, masalan, bir narsa suratlagan. Mikroblog yo'llash, uqtirish. Hemen talab qo'yib ko'rib turlar. Bo'ldi. Batni qilyaptim, ha? Ya qulay tizimlik mana qatilibdimi? Qatildi. Masalan, anglatish desa, nima bo'lgan ko'rib baqaylik. Demak, bu bekatni uqtirishlar ekan degan gap. Bu bo'yicha tanishsak bo'ladi. Joyan davxon. Joyan davxon degan gap bu bekatning o'yli qismidagi munbar xotira albom. Ma'lumotga biz ma'lumotga o'yli qismini akramabdimiz, ha? Blog turini. Blog ixtiyorini ma'lum nasaq bo'ldi. Yozma, do'st, saqlash vazifa, so'z taxta, darvoza, anglatish top. Joyan turini qo'zg'atmoqqa o'xshaymiz. Mushuni olsak, ashurunga chiqadigan turda. Masalan, yak azasini besib kirsakmi o'zimizning blogiga olinadi bu. Masalan, mana mushu gapdagi o'rinlar shu. Masalan, blogga kirlar. Munosib xotira yo'q degan. Masalan, yangi kunni xotira yozib, azalar o'qitasak bo'ldi. Bu ashur o'rindagi tanshaklar. Mana bu bekatningki chon jamiyan ko'rimiz turdiki, asos yetakchilarning tangshash usuli. Mushunchalik bo'lsin, xayr.